Assalomu alaykum hurmatli Benefit kanalida xush qadrlaganlar. Bugun mana 15-yanvar haftani 4-kuni hurmatli xudo xolasa bugun Beruniyda joylashgan Edison mebelga tashrif buyurib, bemalol kelib xudo xolasa 1 million so'mlik savdo qilsangiz bir bilet beradi. Damoz egasi bo'lishingizga ham 10 kun vaqt qoldi. Omadini sinab ko'ring, xudo xolasa kelib bemalol savdo qilaversa. Sayt aka, assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Kuni kecha o'tib ketgan va taqdirlash kuni bilan tabrikman ag'asiz ozgina bo'lsam qissa qilgansiz, xizmat qilgansiz. Qolaversa mana yana xizmat etibsiz. Rahmat. Tabriklar. Bayram ko'p kutib. Sizdan bayramingiz bilan. Keling obunachilarimiz salomlashib, xudo xolasa ko'p turgan yangiliklarni tanishtiramiz. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Beruniyda obunachilari, bormisiz, omonmisiz? Kirib kelgan 2026-yil hammamizga bir baxtli, omadli, bir yaxshi yil bo'lsin. Yaxshi yil bo'lsin Xudoyim, to'y yili bo'lsin Xudoyim. Niyat etgan bo'lsak, shu 2026da niyatlarimizga yetganmiz Xudoyim. Hurmatli obunachilar, xo'sh, qarang. Paket Damas, Edison sovg'asi, Damozimiz, xudo xolasa, bugun 25-yanvar kuni bilan shu Damozimizni egasini aniqlaymiz hurmatli obunachilar. Shuning uchun iloji boricha keling, 1 millionlik savdo xarid qiling, 10 millionlik savdo xarid qiling, biletingizni oling, xudo xolasa buni egasi siz bo'lib qolishingiz ham mumkin. bizlar obunachilarimizga nasib etishini tilab qolamiz. Hurmatli obunachilar, kelasiz, xudo xolasa mebel kerakmi, maishiy texnika kerakmi, undan tashqari qurilish mollari kerakmi, bemalol kelaversa Edison Melda, ya'ni o'zimiz Beruniy ko'chada joylashgan oldingi Pet kollejning ro'parasi bilan yozib qo'ydi, oldingi Dovud do'koni o'rnida joylashgan. Kelsangizlar, xudo xolasa men Savitam kutib oladi yoki telefonim bilan ekranda bo'ladi. Men shu yo'lga chiqmam kutib olaveradi, zvonga ketsangiz. To'g'ri. Oldingi Dovud do'konining o'rnida hurmatli Beruniy ko'chada joylashgan. Kelasiz, 1 million so'm savdo qilasiz, Damozga 1 bilet beradi, xudo xolasa 10 million so'm savdo qilsangiz 10 bilet beradi. Buni ya'ni 10 barobar shansimiz bor degani. Xudo xolasa bu masala biz yangi ko'rban tanishtiramiz. To'g'ri. Ozgina ko'proq bitta so'zlayman ketdi. Xo'sh, hurmatli 2026-yil to'y beraman degan aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa to'y komplektlaridan boshlaylik sizlar uchun. Xudo xolasa komplektni olasiz, to'yda niyatlab qo'yasiz. Xudo xolasa buni bir pasport plastikasi muddatli to'lovga qilsam bo'ladi. Ha, bo'ladi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Bo'ldi. Mana tushuntirib beraman. Hurmatli obunachilar, qarang. Komplektimiz Meduza deb nomlangan komplektimiz. Meduza. Endi ma'lumot berib o'tsak, qarang. Shkafini ichining chuqurligi 60 sm bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ichida seyfida bor. Bu yoqqa polka mana. Svet bor, ha? Sveti yo'q, lekin bunda svet yonmaydi. Sababi kuydirilgan oyna qo'yilgan bu narsalarga. Xo'p. Tremosi bor. Tremosining o'zida svetlari bor, yonadigan svetlari. Sofrasi bor. Spalnisi, tumpochkasi, mana spalnining o'zidagi svetilliklari mana. Bu xatar obzor etib o'tsangiz bo'ladi. Sandig'i, chesteri, tosh oynasi, ya'ni ayni katta oynasi ham bor buni. Shuni ichiga kiradi. Endi hurmatli obunachilar, buni kelib qanday qilib xarid qilamiz degan obunachilarimizga men yana bir marta aytib o'tamiz. Plastik pasport evazini muddatli to'lov, ya'ni kredit asosida olsangiz bo'ladi. Buni yana bir marta eskartirib o'tamiz. Mendagi narx shu narx, lekin ustuna bankning foizi bo'ladi hurmatli obunachilar. Shuni e'tiborga olib qo'yamiz. Keyin agar menda plastigim yo'q, bir pasportim evazini olaman deydiganlar bo'lsa, bir pasport evazini ham chiqarib beramiz hurmatli obunachilar. Narxini keladigan bo'lsa, narxi oldin 12,5-12 million sotilgan komplektimizni keling mana juma aksiyasi deb beraverdik, ha? Juma aksiyasi ertaga qilinadi. Keling xarid qiling, 10 million 500 ming so'mdan stanovka qilib beramiz. 10 million 500 ming so'm 500 ming so'm stanovkasi ichida hurmatli obunachilar. Sizlar uchun bir kun juma aksiyasini. Hurmatli obunachilar, bemalol foydalanib qolamiz. Bu aksiyamizda xudo xolasa 10 dona bilet ham ichida bo'ladi. Omadingiz kelgan bo'lsa, to'y komplektga qo'shib Damozdan 10 kundan keyin olib topshiramiz nasib. Biletlari ichida 10 dona biletingiz xudo xolasa hurmatli obunachilar. Men hozir bu yoqdan aytib keyingi komplektimiz mana bu Panda komplekt deb aytamiz buni. Bunisi ham chuqurligi 60 sm, mana ichida seyflari bor. Seyf bor, svetillik hamma narsasi bor. Buni eng yaxshi lyuks varianti Tremoning yonida yana bunday shkafchasi ham bor-da, mana hurmatli obunachilar. Uzun oynasi ham bor, ha? Uzun oynasi ham bor. Bu oyna bor. Tosh oynasi ham bor. Oynalar vakuum, sofrasi bor. Hamma narsasi sifatli xudo xolasa kelib xarid qilaverasiz hurmatli obunachilar. Buni ham narxini keladigan bo'lsak, oldin 12,5-11 million sotilgan bo'ladigan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu narxini 10 million 500 ming so'mdan stanok qilib beramiz. 10 million 500 ming. 10 million 500 ming so'm stanok ichida hurmatli obunachilar. Yaxshi. 10 dona biletingiz ham. Aytib qo'yiq, juma aksiyasi xudo xolasa, juma aksiyasi deganimizda bu ertaga xudo xolasa foydalanib qolish imkoniyatlarimiz bor. Zo'r. Kelaversa bundan keyingi komplektimiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi biz oldingi videolarda ham aytganmiz. Yana bir marta aytamiz. Edison Beruniy filiali yangilik yaratishdan to'xtamaymiz. Oldin bu komplektlarimiz bo'lmagan. 2026-yil bir yaxshi boshlanish yaxshi bo'lib keldi, xudoga shukr. Mana shu ne bilan mana har xil sifatli
dizayndagi komplektlarimizni dizayn, mana olib kelib, xudo xolasa, Yaxshi. xalqimizga yetirib berib turibmiz mana hurmatli obunachilar. 6 eshikli varianti, shkaf uzunligi 2.60 bo'ladi. 2.60. Har bir detalni obzor qilib o'tsangiz bo'ladi. Mana qarang, mana chotki mana. Yaqinlashtirib ko'ring mana. Sefi bor ichida, chuqurligi 60 sm. Bunisi spalnisi mana spalnining bosh tarafi ham bor. Ana yoqda qo'yilgan o'xshaydi, ha? Mana bu. Ha, Bu. Vallar qo'ygan o'xshaydi aytganda. Hozir Aytib. komplekt chiqaruvdi. Xo'p, spalnisi mana matrasi, sofrasi, mana ichki Sofrasi ham bor. Trimolar ham hammasi vakuum qo'llab bo'ladi, hurmatli obunachilar, mana. E'tibor eting. O'zi tortadi. Chester mana. Mana. Chester ham vakuum qo'llab bo'ladi. Ko'ylakda Chester. Havo. Endi buni narxini keladigan bo'lsak, narxi ham qimmat emas. 10,5 11 million demaymiz, hurmatli obunachilar. 9 million 500 ming so'm ustanovka qilib beramiz. 9,5 million dastlabki ichida. Dastlabki ustanovkasi ichida, hurmatli obunachilar. Bemalol hurmatli agar Beroni Ofi kanalidan ko'rib keldik, Ulug'bek akani ko'rib keldik deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, yana ozgina skidka qilamiz. Bizda qattiq qolgan sena yo'q. Keling, savdolashamiz ustida. Savdolashamiz ustida, xudo xolasa. Albatta bizning kanalimizga aytib kelsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bir chiroyli komment yozib qo'ying. Xudo xolasa bu videomizni to'y boshlab qo'ygan aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa farzandini mana shu chiroyli komplekt olib kelsa, mana kimgadir foydasi undan keyingi komplektimiz. Keyingi komplektimiz 8 eshikli bo'ladi. Ya'ni shkafning uzunligi 320. 320 shkafning uzunligi. Dizaynlar ham zo'r chiqqan. Oksvetni yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun mana chotki varianti. Trimosi. Trimo ham uzun ekan, 2 metr bana. Trimosi ham uzun, ha. Bu yer ham ochiladi mana, ichida bu yerga ham zo'r. Kosmetikalar qo'yib qo'yadi. narsalarni saqlaversa bo'ladi. Mana nesi? Svetilnigi, vakuumli matrasi, chiroyli chiqdi matrasi. bosh tarafidan qarang, zo'r chiqqan mana. Sandiqchasi. Buni narxini keladigan bo'lsak, oldin o'tgan yili Ulug'bek o'tgan yili bundan sal boshqacharoq edi dizayni. Nemiz biladi, klientlarimiz. Bundan dizayni boshqacharoq edi. 10 million 500 dan sotamiz. 10 million 500 dan. 1 million so'm aksiyasini qilamiz, 9,5 million so'mdan ustanov qilib beramiz. 9,5 million. Dastlabki ustanovkasi ichida 9,5 million so'm bo'ladi. Zo'r. Sandiqchasi bor, hamma komplekti bor, hurmatli. Hech kamisi yo'q, kelaversa, agar bu komplektimizni bizga 8 eshik sal kattaroq, bundan mana 6 eshiklisi kerak deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, 8,5 million so'm hurmatli. 1 million farq etadi. 1 million so'm. Buni ham qaytib beramiz mana. Zo'r. Undan keyingisi mana MDF variantimiz. Buni ko'p mijozlarimiz biladi, ko'p mijozlarimiz xarid qilgan. Buni narxini keladigan bo'lsak 8,5 million so'm. Juma aksiyasini hurmatli obunachilar 8 millionga tushirib beramiz. Keling xarid qiling 8 million so'mdan. Undan tashqari aynalarimiz bemalol tushirib kelavering. Men aytib kelaveraman, tushirib kelaveraman. Mana tash aynalarimiz bor. Bu aynalarimiz ko'pini tikuvchilik sexina yoki bir salonga apalarimiz, ukalarimiz qo'ysalar bo'ladi. Narxi 1 million 600 ming so'mdan. Qalang bu oqsveti. Necha so'mdan dedingiz bo'ladi? 1 million 600 ming so'mdan. 1,5 dan beramiz. Bular 1,5. 1,5 dan beramiz hurmatli. Bu 1 million 600 mi? Yo'q, hammasi bir xil. 1 million 600 dan. 1,5 milliondan Bundan tashqari 4 eshik shkaflarimiz hali narxi o'zgarishsiz hurmatli obunachilar. Endi biz o'ylab edik 2026-yilga o'tsak bir buning narxlarini sal oshadi, narxi o'zgarib buni endi MDFlar qimmatlab ketdi, narxini bu ko'taramizmi deb edik. Yo'q, shu narxda qoldi. 4 eshikmi? 1 million 800 ming so'm, 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming. Ranglari bor har xil. Keling. Undan keyingisi mana 6 eshikli variantlarimiz. Operator keling. Keling. Aha. Buni shu yerda o'tiraman. Buni mana seri sveti bor, hurmatli obunachilar. Ranglari bor. Ranglari bor. Bu atirgulli varianti. Bambuk sveti. Shampan sveti, mebel sveti, har xil ranglardan bor hurmatli obunachilar. Yaxshi. Narxini keladigan bo'lsak, buni ham narxini o'zgartmadik Ulug'bek aka. Narxi shu turishda qoldi, 2 million 700 ming so'mdan. 2 million 700 ming so'mdan dastlabki so'mqisini 2 bilet ham berasiz. 2 biletida ichida xudo xolasa. Hurmatli obunachilar. Keling, tez xarid qiling. Xudo xolasa, mana bu yerda 10 kun, bugundan sanasak 10 kun muddat qoldi. Keling, damozni egasi. Ertaga kelsangiz 9 kun qoladi. Xudo xolasa kelib savdo qilasiz. Xudo xolasa 9 kundan keyin omadingiz kelsa damozni egasi bo'ladi. Undan keyingisi mana 8 eshikli shkafimiz. Hurmatli obunachilar, endi men birma-bir endi buni ichini ochib o'tirmayman. Sirtidan ko'rsa, xolasa kelib ko'rib, ochib klientlarimiz olaveradi, to'g'rimi? Bu hali buni ham narxi o'zgarishsiz hurmatli obunachilar. 3 million 700 ming so'mdan shu narxdan berib turibmiz. 3 million 700 ming so'm aparib istanib qilib beraveramiz buni. Bular ham dizaynlar ham boshqacha ishlangan cho'tki variant. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana bir narsani aytib o'tsak sizlarga, hozir mana komplektni shkaflarimizni qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tdik. Endi bu shkafdan menda tashqaridan bor. Davom etib ko'rsatib beramiz desak, tashqarida ham bor. Buni ham bir ko'rsatib berik, keyin davom etamiz.
Xo'sh, hurmatli shkafning varianti ko'p ekan, assortiment Ava ko'p, bemalol assortimentlarimiz- tanlab olaveradi. Dastlabki stankis ichida. Assortimentlarimiz ko'p. Men Aha. so'ylashni sal tutilib qoldim. Oh, Hurmatli aytdim. obunachilar, sababi ara sal ochilib ketdi. Oh. Obzor qilishga sal aramiz ochilib ketdi. Yilqa birinchi Sabablarga ko'ra. 15 ava. kun bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shkaflarimiz. Buni ham qarang, obzor etib o'ting bemalol. Bu shkafning uzunligi 2.20, Aha. enini 2.30 hurmatli obunachilar. Mana 2.20 ichini chuqurliqlarini hamma dizaynini ko'rsangiz bo'ladi. Mana ichi chuqurligi 60 sm bo'ladi. Qullab vakuum qullab, bunisi polka, bu yerda shimildirib qo'yadigan yoki mayk ildirib qo'yadigan ildirgichlar ham bor. Zo'r. Mana hurmatli obunachilar. Asli tartma. Mana ochib Zo'r ko'rsataylik. Mana hurmatli obunachilar, kattagina tartma bilan asli. Xo'p, narxina keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, bu narxina keladigan bo'lsak, 2.700, 2.800 yemaymiz, 2.5 million so'mdan juma aksiyasida qo'yib beramiz. Ketdi. Kelasizlar hurmatli, olsa 2.5 million so'mdan. Undan keyingisi 8 eshigimiz. Hali ko'rgan 8 eshigimizning bu seriya sveti. Qanaqa ko'rinib turibdimi sizga? 8 eshikdan bilan seriya sveti. Hurmatli obunachilar, keling 3.700 ming so'm. Buni ham xarid qilavering. Qarasa mana iPhone rangi. Qarasa mana iPhone rangi, ya'ni mebel svetimiz. Aytdik-ku, mebel svetlarimizdan ham bor. Chiroyli hurmatli obunachilar. Necha eshik bu? 8 eshik bular. Bom 8. Uzunligi 320 bo'ladi hurmatli obunachilar. Keling 3.700 ming so'm. 3.700 ming so'm, 8 eshikli. Keling xarid qilaverasiz, xudo xolasa. Variant ko'p mana, kelasa tanlab olasiz. 4 eshiklar bor. iPhone'ning kichkina qilisham bor. 8 eshikdan bunday svetlardan ham bor mana. Bu necha so'm? 1.8 million so'm o'zgarsiz. 1.8 million so'm. Bunday ishlar aytaman. Ustini karnizlari bor, shaxlari endi men bu yerga qo'ydirma qo'yibman, sababi uyga borgandan keyin dastlab ketib qo'yib beramiz. Ha, qo'ydirib beramiz. Bunday svetlardan ham bor mana 1.8 million variantlarimizni. Bo'yma ekan qudasi. Bo'yma. MDF material bu Ulug'bek aka. Bu MDF. MDF ga o'yilgan ham bu. Laminat emas bu. MDF. Sifatli. Hammasi o'yilgan. Молодец. Mana 8 eshik varianti shuning. Bambuk svetimizni. Buni ham 3.700 ming so'm bo'ladi bemalol. kelib xarid qilib olsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Zo'r. Vakuumni ekan qo'llab qo'ygan. Mana endi qo'ldan kelgancha shkaflarimizni, komplektlarimizni obzor qilib o'tdik. Endi beshik to'y beraman deb o'tirgan ayapalarimiz yoki og'alarimiz bo'ladigan bo'lsa, yuqorida detskiy shkaflarimiz bilan belanchaklarimizni, begovoy doroshkalarimizni bir qator obzor qilamiz. Aha, xush hurmatli obunachilar, ko'rsangiz bo'ladi. Endi beshik to'y beraman degan aka-uka singillarimiz sizlarga beshik to'y komplektdan shu yerning o'zida taxlab beradi va xudo xolasa beshik to'y soatini vaqtini aytib bersangiz, beshik to'y vaqtini chiroyli deb sharbatlarga olib berasiz, dastlab ketadi. Xudo xolasa dastlabkisini qo'yib. Hamma komplekti bor, shu yerdan bitadi beshik to'y ishi. Bor. Mana belanchaklari hurmatli obunachilar bir qator ko'rib kelsangiz bo'ladi. Keyin belanchaklari hali mana xudo xolasa endi taxlab o'tirmiz. Zo'r. Sal hayajonlanib turibman, sababi ikkinchi chetga chiqaman degan charchadik. Zo'r, aytaman. Mana belanchaklarimiz ham bor, hurmatli obunachilar. Matraslari hamma joyida. Matraslari hamma narsasi ichida mana tayyor. Xudo xolasa aytqayeringizga olib borib tashlab. Ustini mana yovadigan bunday nelar ham bor. Ya'ni yozning kuni. Zo'r. Belanchaklarning har xil assortimentidan bor. Hozir yana bir xato. Narxni ayta olamizmi? Narxlari aytilgan, o'zida mana yozilib turibdi, ko'rib o'tsak bo'ladi. Ayting. Tak. 2 million 2.672 ming so'm. Bu lekin katta variant, hurmatli obunachilar. 2.672 ming so'm. Buni pastga olib qo'ysangiz, pastda belanchak bo'ladi, asli spalniy bo'lib qoladi. Ham spalniy, ham belanchak bo'lib qoladigan variant, hurmatli obunachilar. Zo'r ekan bu. Kelib xaridsangiz bo'ladi. Shkaflarimiz mana detskiy shkaflarimiz. Kimga qanday shkaf kerak? Komplektga qo'shib beriladimi bu? Mana, yo'q, bular alohida. Qo'shmasa bo'ladi. Shkaflar alohida. Endi rang gammasini tanlab qo'shib olsa bo'ladi. Bunday svetindan bor mana. Bunday o'yma svetindan bor. Bunday svetlardan ham bor mana. Bularning bahosini ayta olamizmi? Bularning bahosi 1 million 600 sotib turibmiz. Boring sizga 1 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 400 ming dastlabkisi ichida. 1 million 400 ming so'm dastlabkisi ichida. Bu yoqda ham assortimentlar bor, ulardan tushirib beraman. Ha. Ko'p ekan variant, assortimenti ko'p. Hurmatli do'stlar, bu kuchukchali variantlari qanday ekan buni? Bu kuchukchali variantlarimiz ham bor. Chiroyli ekan. Bu dumzo'r variant. Bu dumzo'r chayqaladigan bu. Shunday turadi. Bu biroq manadan sap nedaga? Kattaroq bu. Kattaroq. Lekin narxida o'zgarib yo'q. 2.670 ming so'm, ikkovining narxi shunday. Qalang bu pandani bunday svetini oling. Uch yoqda kuchukchasi bor. Bunday o'g'il bolalarnikidan oling, mana farq yo'q. Shishali variant ichida buni mana to'shaklari ham dumzo'r, fabrikli chiqqan variant, hurmatli obunachilar mana. Setkilari, havo 2.672 ming so'm. Hamma vajib bor. Dastlabki sonopsi ichida, hurmatli obunachilar. Undan tashqari birinchi sinfdan 4 o'sha yerdan keling. Birinchi sinfdan 4-sinfga deyin yoki 5-sinfga deyin o'quvchilarimiz, stol kurslar. O'quvchilarimiz uchun stol, parta kurslarimiz bilan. Bular narxini aksiya tushirganmiz. Dim aksiya bo'ldimi? Dim aksiya bo'ldi.
Mana shu turishini 1 million so'm beramiz, hurmatli obunachilar. Ikki stoli bilan Ikki birga. stoli bilan 1 million so'm. Zo'r, hurmatli yoshlar, bemalol ko'rsangiz farzandlarni qiziqtirish uchun Oldin jadvallari bor, alfabetlari bor, pandon rasmlari bor, zo'r. Oldin Ulug'bek aka buni birli variantini 1 million so'm deb aksiyaga tushirdik. Endi ikkilisini 1 million so'mga aksiyaga tushiramiz. Bunisini 900 ming so'm etib beramiz. Endi sababi 100 ming so'm ranjit etishi mumkin. 100 ming so'mga qaraganda bu kattarog'ini olgan ma'qul menimcha. Zo'r ekan. Qanday qizimizga xudo xohlasa birli variant ham bor bunaki. Uyda bir o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, birli variantini oling. Ikki o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, ikkili variantini oling, hurmatli obunachilar. Qani keling. Bundan tashqari ofisni variantlarimiz. Endi bu krestolarimiz bugun keldi. Hozir narxlarini endi xudo xolasa chiqaramiz. Bo'shmadi mayli narxi. Bu o'tirib ko'rsangiz bo'ladi Ulug'bek aka. Bularning zo'r variantlar lekin. Bismillah. Narxlari chiqqan ekan, narxlarni aytamiz buni. Buni aytamiz narxlarni. Yozib yopishtirilgan ekan. Keling buni qarang buni. Buni krestomiz dim bahaybat bu. Dim zo'r ekan. Dim zo'r ekan, shohona ekanmi? Narxi ham zo'r ekanda. 5 million 485 ming so'm ekan, hurmatli obunachilar. Aquaprintmi bu? Dim zo'r ekan, qarang. Voy. Endi uyda bir dab qo'ysanglar xudo xolasa. Uyga olib qo'ying, siz ofisga olib qo'ying birovni. Nima bo'lar ekan? 5 million? 5 million 485 ming so'm. Undan keyingisi mana 3,5 million so'm ekan bular ikkovi. Oqshom bayramda kuyovingizga sovg'a bermaganlar bo'lsa, xudo xolasa ofisida mana shunday chiroyli krestodan pesanglar bor. Чистый кожа. Ko'jinni varianti. Bunaqay. Ham kiying, ham komfortli ham bu. Bir konditsioner ekanmiz ekan buni. To'g'ri. Bu varianti 3 million 980 ming so'm ekan buni. Buni menimcha tiyida chiqsa kerak bu yerda podoshka ko'rindi. Mana qaptaldagan ko'rsatib chiqdimi? Mana shunday oyoq qo'yib o'tiradigan podoshka ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Endi bu variantlarni sal qimmatroq ko'radiganlar bo'lsa, bu yoqda arzonroq variantlarimiz ham bor mana. Arzonroq variant, ha? Obzor etib o'tsangiz bo'ladi. Endi men birma-bir narxini aytmay qo'ying, keyin siz bir qator obzor etib o'ting, ko'rsatib. Zo'r chiroyli ham bo'ladi. 607 ming so'mdan mana krestolarimiz. 1 million 89 ming so'mdan mana, 1 million 344 ming so'mdan mana. Barni variantlari ham bor mana. 700 ming so'mdan mana barni variantlari, hurmatli obunachilar. Bemalol kafelarga qo'ysangiz bo'ladi ekan bulardan 700 ming so'mdan deydi. 700 ming so'mdan. Bundan tashqari pastda moykalarimiz mana birli variantlari. Tayyor, bir variant uyga qo'yib 480 ming so'm listi bilan. 480 ming so'm pastda moyka listi bilan 480 ming so'm. Tayin ko'rsatib bering. Endi hozir kuxniy mebel ololmaymi, shu moykasini olib qo'yamiz degan mijozlarimiz uchun uni ham nesini yaratib qo'yibmiz. Undan tashqari begovoy doroshkalar. Mana har xil kiloga moslab olingan. Komfortlari katta. 150 kiloluq bor, 140 kiloluq bor, 120 kilo, 100 kilo kilosini qarab har xil assortimentdan chiqarib beramiz. Bahasi 6,5 million so'mdan boshlanadi. 6,5 million so'm, 6 million so'm, 5 million 500 ming so'm, 4,5 million so'm. Kelib bemalol xarid qilaverasiz, hurmatli obunachilar. Endi buni xarakteristikasi bor-da, Ulug'bek aka. Kelsa bemalol ma'lumot berib bilamiz klientga. Sababi buni motori 1,5lik, birovlarniki 2lik, birovlarniki 3lik motorlar bo'ladi. Podyom, gruza podyomlik mana ko'taradigan nelar haqida polniy ma'lumotlarni berib tekshirib ko'rsatib beramiz, hurmatli obunachilar. Zo'r. Mana partani aytib ketik, bu partani bo'ldi. Partalarimiz bilan, hurmatli obunachilar, yaxshi qilsa, o'zida mana turetlar ham bor. Ikkili varianti, qullablari vakuum qullab bo'ladi. Qullablari. Necha so'mlik variantida bu? Bu bunday. Oldin xabaringiz bo'lsa 1 million 400 ming so'm sotganmiz. Oldin 1 million 400 ming so'm sotganmiz. 1 million 200 dan aksiyaga qo'yamiz. 1 million 200 dan aksiyaga qo'yamiz. 2, 3, 4 yana aniqda bor, bir 7-8 xil rangi bor, hurmatli obunachilar. Kelib rangini tanlab yoki onlayn zakaz bersangiz ham bo'laveradi. Bahasi 1 million 400 dan. 1 million 200 dan. 1 million 200 dan. 1 million 400 sotilgan, 1 million 200 dan bo'ladi. 1 million 200 dan beramiz, hurmatli obunachilar. Ikki bilet ham bor. Bir bileti bor. Bir bileti bor. Bir bileti bor, zo'r. 1 millionga bir bilet deganmiz, hurmatli obunachilar. Bu grija stollar qanday bo'ladi? Grija stollar narxi 1 million 750 ming so'mdan. Buni qanday foydalanishni o'rgatib olasizmi? Buni kelganda o'rgatib beramiz, xudo xolasa. Bu yerdan oyoqlarini torttirib, zo'r. Bemalol qanday foydalanish? 1 million 750 ming so'm grijadan qutulish yo'li, xudo xolasa deb qo'yaylik. Nima manavajlar necha so'm aypasingilarmi? Bular tikuv mashinlarimiz. Tikuv mashinlarimiz mana bayu, buni to'g'ri chat variantlari ham bor, overlogi ham bor, kichkina ixchamlig'ana variantlari ham bor. Ana shular 1 million 800 dan ham. 1 million 800 shu turishmi? Shu turishi, stolsiz. Просто bu yoqqa to'qqa tiqib oyoq bilan bosadigan podoshkasi bor, o'zi tikaveradi. Yaxshi. Keyingisi bu overlogimiz, Joki degan overlogimiz 4 million so'm. Buni 6 metr tikatami qanday? 6 tikatami. 4 naqli, lekin 4 naqli bo'ladi. Yo'q, 4li 4 naqli bo'ladi. 4lik.
Bu narxi 4 million so'm, baring aksiyaga tushirib beraman, 3 million 800 ming so'mdan beraman. 800 ming so'mdan bular hurmatli aka. Ko'rsatib tursinmi shekil? Ko'rinib turibmi? Undan keyingisi Bayu, bu tikuv to'g'ri tikadigan mashinamiz bu. Bayu firmani ko'p ayapalarimiz biladi, apalarimiz biladi. Bayu firma ham zo'r firma. Bayu. Buni narxini ham 3 million 800 ming so'mdan qo'yib beramiz hurmatli 800 ming so'mdan. obunachilar. Undan keyingisi mana yoqda mana Bruce degan variantimiz bor. Aha, mana ko'rsatib. Bruce. Keng bunday aylanib keng. Ko'p nelarimiz biladi, tikuvchi ayapalarimiz nelarimiz biladi. Buni ham narxini 3,5 million so'mga tushirib beramiz. 3,5 million so'mdan hurmatli obunachilar. Undan tashqari, yaxshi tushmasin sizga bergan o'tib. Undan tashqari mana deski mototsikllarimiz hurmatli obunachilar. Mana har xil qo'shiq ham aytadi o'zi, har yoqqa yuradi. Bu oyoq bilan bosiladi pastdan. Ha, oyoq gaz bilan yuradi ekan. Kesom. Mana narxi o'zinda bo'lishi kerak buni. Uchun 40 berasizlar buni. Hurmatli obunachilar, qarang, ne, velo trenajyorimiz, velo trenajyorimizning har xil nom bor. 1, 2 mana rushnoy oyoqda ishlaydigan variantlari, bunday variantlari ham bor. Bular tozadan keldi, narxlarni xudo xolasa chiqaramiz. Boshlanishi 1 million 800 dan boshlanadi. 1 million 800 1 million 895 ming so'mdan boshlanadi. Mana shu bellarda. Bularimiz 3 million so'm. Masalan, bu ham rushnoy. Uyda hojatlarga bersangizlar, xudo xolasa, hozir bir ko'rsatib berayin. Ulug'bek aka, dim zo'r narsa bu. Arqaga qaraganda bu yaxshi, lekin u zo'r ekan. Ham ikki tomonlamada bu, ham rushnoy, ham to'xta buni. Jaldiroq yurgin qarang. Mana. Yomon emas, zo'r. Ha. Nechaga chiqdi? Bu hali yoqmagan bu yerda. Bunda ishlab tursangiz ham rushnoy, ham oyoqda mana, ham qo'lda, ham oyoqda движение qildirasiz. Buni ochsangiz plus ruki, ya'ni yurak urishingizni teshkarada. Ana shunday hammasini ko'rsatib beradi bunda da. Taymada. Narxi 3 million so'm hurmatli obunachilar. 3 million so'm ekan, aytgan hurmatli. Bemalol biz sizni podak etsangiz bo'ladi, atamizga. Dimzo'r. Xo'p. Keyin bir video ko'rib qoldim. Sizni bir bunandaydan ichidan chiqib yurgan vaqtlaringizni bir ko'rib qoldim videolaringizni. Mana Trekka chiqardim men buni, ha? Trekka chiqardingiz. Dushoviy kabinalarimiz hurmatli obunachilar, 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Ishlarini bir qator obzor etib o'tsangiz bo'ladi, mana. Oynalar ham kuydirilgan, qanday variant hurmatli obunachilar. Ichida kolonksi ham bor, qo'shiq ham ayttirasiz, xudo xohlasa. Qo'shiq aytdik, xudo xohlasa. Ha. Tam zo'r variant. Zo'r ekan. 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. 6 bilet to'lasam bo'ladi. 6 bilet berasiz. 6 bilet ichida. Muddat to'lab. Bir dushoviy kabina xarid qildim, bir dam o'tib oldim degan nima bo'lyapti deymi? Zo'r, bormi og'izga berasiz qo'ng'ishlarga xudo xohlasa. Undan keyingisi 6 million 200 ming so'mdan bu. 6 million 200 ming so'm, mana. 6 million 200 ming so'mdan qimmat. Zo'r ekan, 6 million 200 ming so'm. Dastlabki ustanovkasi ichida. Ekon farqi qanday o'tadi? Pulni tushunmay qoldim. Endi bu oynasida farq bor. Oynasida farq bor. Pulda qancha farq? Pulda 300 ming so'm rancha etibdi. 300 ming so'm farq etibdi. Endi bundagi funksiya bunda yo'q-da, shuning uchun 300 ming so'm. Og'iz qayta qo'shadi, komfort ekan. Undan keyingisi mana. Hurmatli obunachilar. 6 million 800 ming so'm deydi. O'sha bunda qo'shimcha ichida faroy massajli nelar ham bor. Hamma narsasi tayyor. Ko'rinib turibdimi? Bemalol olib xudo xohlasa spalningizga bitta qo'yib olsangiz, meniki. Zo'r, podarkaga bo'ladi ekan. Mana eko magnit bor-ku, magnitni yopishadi. Ochilib ketdi. Bu shuning oqsvet, oxir oqsveti mana 6 million 255 ming so'm deydi mana. Buni ham ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bunun ichida o'tirib o'ynaydi ekan, ha? O'tirib ham bo'ladi. Arqa tomonlardan massajini ham qilib beradi, suv so'yib, orqangizdan massaj etib. Bahasi? 6 million 255 ming so'm ekan. 6 million 200 ming so'm. Ustalar pap dastlabki ustanovka metalarmi? Ustanovkasi ichida, xudo xolasa. Ustanovka aytdi-da? Ichida. 6 million 200 ming so'm dastlabki joyini ko'rsatsa bo'ldi. Mana shu yerga quriladi desa bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa ikkinchi etajga chiqdik. Qo'ldan kelgancha betovoy texnikalar, nemizni, begovoy doroshkalarimizni, belanchaklarimizni, partalarimizni bir ko'rsatishga harakat etdik, kreslolarimizni. Xudo xolasa endi stol kursilarimizdan, ugoloklarimizni bir qator. Hozirgina videoga kirib ko'radiganlar bo'lsa, hurmatli obunachilar, biz hozir Bering shahrindamiz, o'zimizning Bering ko'chasida joylashgan, oldingi Dovud do'konining o'rnida joylashgan Irizon Mebildamiz, hurmatli obunachilar. Irizon Mebeldan kelasizlar, xudo xolasa shu ko'rsatgan o'zimizni bemalol xalasangiz plastik o'zim muddatga to'lovga xalasangiz naqd pulga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Bular ham polni kreditga chiqadi. Hammasi chiqadi, hammasi. Alasizlar, xudo xolasa 1 yil, 2 yilda to'layverasizlar. Ertandan boshlab o'sha foydalanib boshlayverasizlar buni. Plastigim yo'q desangiz, bir pasportingizni ham chiqarib beramiz. Pasport ham chiqarib beramiz. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni davom etamiz. Hurmatli obunachilar, opa-singillarimizga kukinli mebellar beraman degan og'alarimiz uchun bo'ladi endi bu yog'i. Xudo xolasa kukinli mebellarda aksiya bo'lmasa sizlardan baholarni. Bo'ldi, qarang mana hurmatli obunachilar. Aksiya bahasi birdan bahoga o'tib ketmaylik, razmerlarni aytib boshlaymiz. Razmerlarni ayting yaxshi. Xo'p, qarang. 3 metrlik shkafi bilan 3 metrlik akril, ya'ni qullablari vakuum qullab, ichlarini ham bir malol ochsangiz bo'ladi. Mana
Mana hammasi vakuum qo'llab bo'ladi. Hali oyoqlar qistirmagan. Qolgandan keyin ko'lankalarni olib tashlaysiz. Posodomoyksi ichida X sloyli qalin varianti. Ya'ni birlamas. Uzunligi 3 metr bo'ladi. Qullablar vakuum qo'llab aytdik uni. Narxini keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, 4 million 200 ming so'mdan sotilib turgan bu kuxunning mebelimizni 3 million 700 ming so'mga qo'yib beramiz. 3 million 700 ming so'm, 3 million 700 ming so'm mana juma aksiyasida foydalanib oling, dastlabki ustanovkasi ichida. 3 ta biletingiz ham ichida, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, rangi yomon ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Bu paket, klyonkadan turib qarang. To'g'ri. Apaqanizga uyingizga olib tashlash bilan. Klyonkasini olib tashlaydi. Mana paket, hurmatli obunachilar, rangi ne bo'lib turibdi? Changtarib turibdi paketida. Yo'q, zo'r. Undan keyingisi mana 2 da 60. Hurmatli obunachilar, keling. Kichkina varianti bor. Bu masalan bir kuxunyalarga 3 metr sig'maydi, 2 da 60 bo'ladi yoki 2 metr 240 deydiganlar bo'lsa, har xil razmerdan bor, hurmatli obunachilar. 260 variantimiz bilan bu stolitsasi ham mustahkam, ichini chizim ekan, uni go'sht ham bo'laveradi bu. Zo'r ekan. Mana shkafi, hurmatli obunachilar. Zo'r. Buni endi aksiya bahosida keladigan bo'lsak, oldin 3 million 800 3 million 700 ming so'm sotilgan kuxunyamizni barini sizlar uchun 3 million 400 ming so'mga tushirib beramiz. 3 million 400 ming so'm. Dastlabki so'm ichida. Dastlabki so'm ichida. Bemalol bu og'alarga kelganda mana 240 nemiz, razmerdagi kuxunyamiz bunda shkaf bo'lmaydi. Shkafsiz variant. Ha, endi shkafsiz varianti bo'ladi. Zo'r. Qalang 260lik kuxunni xarid qiling 3 million 400 ga. Qalang 3 million 200 ga 240 kuxunni tanlang. Ha. 240 da 3 million 200 ming so'mdan stanok qilib beramiz. 200 ming so'm raziyasi bor. 260 ga shkaf qo'shilgan, 240 da shkafi yo'q. 5 shkaf. Ha, shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Undan keyingisi oq svet ishlar ekan bu MDF, bu krashinli varianti, mana MDF dan ishlangan varianti, quloqlar vakuum qo'llab hammasi mana nesi qo'yilgan. Narxini keladigan bo'lsak, 4 million 100 ming so'm sotilgan bu MDF variantimizni hozirgi kunda mana aksiyaga tushiramiz. Yangi yildan keyin aksiyaga tushiramiz. Buni hurmatli obunachilar, 3 million 800 ming so'mdan stanok qilib beramiz. 3 million 800 ming so'mdan. 800 ming so'm stanokisi ichida hurmatli obunachilar. Zo'r. Dastlabki stanokisi ichida. Bu MDF material bu. Bemalol variant hurmatli obunachilar. Undan tashqari keling. Keling. Ichi qarang bo'lib qolmadimi? Ko'rib turibsiz? Qarang, 3 metrlik MDF variantidan bor, mana shkaflari bor. Bu 3 metrlik MDF varianti. Hurmatli obunachilar, buni ham xarid qilsangiz bo'ladi. MDF olaman deydiganlar bo'lsa, MDF materialdan. Buni ham endi faqat ko'k svet emas, har xil rangidan bor, hurmatli obunachilar. Ranglarga qarab, qarasangiz moyksi, menga bu yog'imda bo'lsin, shkaf anag'inda bo'lsin desangiz, anag'inda qilib ham taxlab beraveramiz. Moyksiz desangiz, moyksiz ham qilib taxlab beraveramiz, hurmatli obunachilar. Keling, xarid qiling. Bu 3 metrlik MDF materialimizni 5 million so'm sotib turdik. 5 million so'm. 4 million 700 ming so'm aparib sanab 4 million 700 ming so'm bo'ldi, hurmatli obunachilar. Dastlabki kesin yana tartishamiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Ulug'bek avtomobillarni tartishaveramiz. Savdolashamiz. Xudo xolasa, shunda savdolashamiz, hurmatli obunachilar. Benim ko'p kelib. Undan keyin mana 2 da 70 bu laminat materialimiz, 2 da 70 bo'ladi. Laminat materialimiz, mebelni sveti bu 4 burchak listdan qo'yilgan. Buni hozir aksiyaga tushirdik narxini. Narxi 2 million 400 ming so'mdan. 2 million 400 ming so'm. 2 million 400 ming so'mdan. Endi men hammasini bir qator narxini ayta olmay qo'ying. Obzor etib o'ting. 2 metrlik bor, 180lik bor, 2 metr MDF bor, 3 metrlik hali ko'rganimizni bunday seriya svetidan ham bor, mana hurmatli obunachilar. Zo'r. Kelib bemalol plastik pasport evazini yoki bitta pasport evazini xarid qilsangizlar bo'ladi. Kelaversa. Kelavering. Xo'sh, hurmatli obunachilar, toza yilda suv so'kusi olaman deganlar obunachilarimiz uchun suv so'kusilar narxlari hozir pasaydimi? Pasaydi. Boshqacha dizaynlar ham keldi. Toza dizaynlar keldi. Xudo xolasa 2026 bo'lib keldi bularning nesi? Ha. Dizayni. Ikki dugona, ikki ovsin o'tirib bir kofe choy ichamiz. Kofe choy ichamiz, birga bir yani nima edi? Suhbat quramiz deydiganlar bo'lsa, mana ikkitali stol kursilarimiz ham keldi, hurmatli obunachilar. Qayerda g'iybatlashamiz desangiz, bunaqa yaxshi ketadi. 3 xil rangidan bor, mana qora svetidan, bu ham zo'r svet, qora sveti. Zo'r. Bunday svetidan, ko'k svetidan, seriya svetidan keldi, hurmatli obunachilar. Kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi 1 million 800 ming so'mdan. Dastlabki sanopsi ichida. Yaxshi. Xo'p, bundan tashqari bu aksiya qo'yilgan, buni oldin ham qo'yganmiz, hozir ham shu bahoni aytamiz. Bu 6 odamligi 3 million 600 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Oyoqlar temadan kelib xarid qilaversangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Endi buni 2 xil varianti bor. Oyoqlari bunday reshetkali varianti bor. Buni ko'rsatsangiz bo'ladi. Ayqasan ko'rsat, ayqangizni. Ana shu variant. Mana shunday variantlar ham bor. Lekin narxida o'zgarish yo'q. 3 million 600 ming so'mdan, hurmatli obunachilar, mana mustahkam ishlangan, ko'rsangiz bo'ladi. Moyshi material. Yaxshi. Moyshi material, stolchigi bilan 6 dona kursisi bilan 3 million 600 ming so'm dastlabki sanopkisi ichida. 3 million 600 ming so'm, dastlabki sanopkisi ichida. Ichida.
Undan tashqari mana yevropeyskiy stilda chiqqan stollarimiz bu 10 kishilik bo'ladi. 10 kishilik ha bu. 10 kishilik. Stol ham zo'r ekan. Hava. Hava. 10 kishilik bo'ladi. Stoli ham dim zo'r ishlangan mana. Ustini hech narsa to'shamasangiz ham bo'ladi buni. Narxini keladigan bo'lsak 7 million 500 ming so'mdan Ulug'bek aka uchun qaytamiz 7 million 300 ming so'mdan stanovka qilib beramiz. 7 million 300 ming 7 million 300 ming so'mdan dastavka stanovkasini qilib beramiz. Kelaverasiz hurmatli kanalda. Berni ofiyni ko'rib keldim deb kelavering. Zo'r. Bu 6 odamlikmi? Bu 8 odamlik. 8 odamlik ekan bu. Bu 8 odamligi. Narxini keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, materialni ko'rdingizmi? Zo'r. Tavsiya qilasizmi? Shu temirni tavsiya qilaman. Keling, xarid qiling 5 million 500 ming so'm bilan. 5,5 million. 5,5 million so'm 8 odamligi bilan. Boshqa qanaqa zo'r ketadi? Bemalol 8 ta mehmon. Bu penallarimiz. Mebelniy svet. Mebelniy svet. Ya'ni Aziya svet deb aytiladi buni. Polkalar ham 8 polkada. Aksiyaga tushgan bular. Oldin 5 million so'm, 5 million 200 ming so'm sotgan bo'lsa, hurmatli obunachilar, 4 million 800 ming so'mdan stanovka qilib beramiz. 4 million 800 ming 4 million 800 ming so'm. Qalang bu svetini, hozir yana 1,5 ni ko'rsatamiz mana yoqdan. Havo. Keling, operator. Alo. Keling. Undan keyin bu svetimiz bundan bor. Siz mana yoqqa o'tsangiz, o'tmaysiz. Yaxshi turing. Ko'rindimi? Havo. Mana shu gorkamiz, gorka deb aytiladi, gorkamiz. Uzunligi 2,5 metr, 2,5 metr. Narxi 5 million 500 ming so'mdan stanovkasi ichida hurmatli obunachilar. Zo'r, hurmatli. Ofarib o'rnatib berib beramiz. Bu shampan sveti bu, dim zo'r varianti mana. Hech endi xudo xolasa defekt degan narsa bo'lmaydi. Undan tashqari endi penallardan, stol kursilardan birma-bir parallelni aytib ketaverik, ha? Baholarni aytib ketaveramiz aralashtirib. Bu stol kursimiz 16 odamlik stol kursimiz bo'ladi. Stolning uzunligi 354. Material nimadan? Materiali yong'oqdan bo'ladi bular. Chistый g'ozdan ishlangan, va yong'oq material. Narxini keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, 16 odamlik stol kursimiz 354 stoli bilan 9 million 300 ming so'mdan stanovkasi bilan hurmatli obunachilar. 9 million dastavkasi ichida hurmatli 9 dona bilet ham ichida bo'ladi. 9 dona bilet ham ichida xudo xolasa. Bir stol kursi olib namoz o'tdim degan bu istoriya bo'ladi, istoriya. Endi akvarium varianti bor, xudo Bu xolasa. akvarium varianti, stolning uzunligi 5 metr bo'ladi hurmatli obunachilar. Bu 20 odamlik. 20 odamlik stol kursimiz bu. Bu xurram deb aytiladi, ya'ni turetskiy bu. Nelardan bir qator obzor etib o'tsangiz bo'ladi. Bu chistый yong'oqni o'zi 100%, yong'oqni o'zi. Bu 5 metrga 1,20 bo'ladi. Narxi 21 million so'm. 21 million so'm. Hurmatli obunachilar, yana o'rtadan bo'linadi ekan. O'rtadan bo'linadi. Agar siz 2 zalga qo'ysangizlar ham bo'ladi. To'g'ri. Ko'p mehmonlar birga qo'yolmasangiz, birga qo'yasiz. Yo'q, boshqa vaqtda ayollarda din, erkaklar dinni qo'yasiz, o'rtadan bo'linadi ekan. 4 oyog'i batinda stolda. Bemalol 10 odam ikki xona qo'yib so'raysangiz ham bo'ladi. To'g'ri. Ko'raversak, bir kun zalda tursa, bir kun xudo xohlasa ikki xonaga bo'lib qo'yib ham mehmonlarni so'rasa, ayollar dinni, erkaklar dinni qo'yolmasangiz, variantlar bo'ladi ekan. Zo'r. Bahasi 21 million so'm. 20 dona bilet ham, 21 dona bilet ham. 21 dona bilet ichida xudo. Zo'r. Mana undan tashqari bu 16 odamligimiz, stolning uzunligi 354 bo'ladi. 354. Bu endi dim boshqacha, bu mana oyoqlardan shundanmi shu? Havo, shu nedan ko'rsatib. Ko'rsat oyog'ini balandda qo'yibdi. Bemalol ko'rish uchun sizlar uchun balandga qo'yibdi. Oyma varianti, o'zidan chiqqan oyma varianti. Narxini keladigan bo'lsak, 9 million 800 ming so'm hurmatli obunachilar. 9 million 800 ming so'm. 800 ming so'm. Biz kanalda aytib kelsa 300 qaytamiz. Kelishtiramiz. 9 dan beramiz, ha? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Kesin. Bo'ldi. Kelaversin. Kanal aytib berasa. Bu penalimiz ham hozir mana xudo xolasa o'rtasi tayyor bo'lib qoldi, zerkator. 4 million 800 dan mana stanovkasi. 8 dan stanovkasi ichida. Bunisi ham 9 million 800 ming so'm. Zo'r ekan. Buncha odamlik bu. 16 odamlik buni. 16 odamlik bu. Undan keyin 12 odamlikdan bunday akvarium variantidan bor. Bo'ldi. Bersa beraqda oyoqlarni ham ko'rsating, tiydim. Hozir mana yerda ochganimiz sababi biz penal o'tadik, shuning uchun ustini o'tirib qo'yibsizlar. Bulanchada aytib bahasi? Tak, 12 odamlik akvarium, oyoqlari simal oyoq bo'ladi. Oyoqlarni ko'rsatdingizmi? Simal oyoq bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak, oldin 12 million sotgan bo'lsak, 10 million 500 ming so'mdan stanovkasini qilib beramiz. 10 million 500 ming so'm. 10 million 500 ming so'mdan. Undan keyin bu yerda mana mebelniy svetimiz, mebelniy svet variantidan bor, hurmatli obunachilar. Bu 12 odamlik. Stolning uzunligi 2 da 75 bo'ladi, 1,20 ga 2,75 bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak, buni ham materialni bir qator ko'rsatib o'tdik. Chistый g'ozmi bu? Chistый g'oz, mana. Orexoviy. Mana oyma o'zidan chiqqan, mana. Bemalol ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi, mana ko'rdingizmi? Tovari ham dim zo'r tovar. Bu mebelniy svetimiz hech modadan qolmaydi bu. Burundan ham teatr, haligadan teatr bu narsalarimiz. Narxini keladigan bo'lsak, 11 million so'm. Aparib o'rnatib beramiz xudo xolasa. 11 million so'm. 11 million so'm ichida. Zo'r. Undan keyingisi 12 odamlik, ya'ni bu trenddagi stol kursimiz hozir. O'zimiz. Budjetniy varianti. Budjetniy varianti. Raskalangani, Bu oldin
Bu yer kraskalanmagan variantidan olib kelib satdik, 3800 dan berganmiz. Hozir buni narxi 4 million so'm, sababi bu yerlar kraskalangan buni. Yaxshi sifatli ishlangan varianti. Stolning uzunligi 2,5 metr bo'ladi. 2,5 ga 1,10 bo'ladi. 4 million so'm dastlabki stanovkasi ichida. Buni shu kraskalan bilan amalab 3,800 dan bir ekon bersak nima bo'lsa, qilamiz. Hurmatli obunachilar, keling. Juma aksiyasi 3800 emas, 3900 ming so'mdan juma aksiyasini qo'yamiz. Keling. Bemalol kelaversa hurmatli kanalda aytib bir kun xudo xolasa. 900 100 so'm narsalar uchun qaytarib qo'yamiz. To'g'ri. Undan keyingi penalimiz buni. Bu ikki eshikli varianti bo'ladi. Ko'rinib turibdimizmi? Yaxshi, yaxshi qilibdi. Anyandan kesin. Kelib chalaqab ketish mumkin-da. Aha, penalda aytasiz ayta. Bu penalimiz buni. Ana shu penalni ko'rsatsang, ana ko'rdingizmi? Ikki eshikli varianti. Ko'ryapsam o'rtadagi. Bu penal ekanmi? Agudonmi? Buni uzunligi o'zi bir-biriga tegib turgan vaqtida 390 bo'ladi razmeri. 390 bo'ladi. Buni 5 metrlik, 6 metrlik xonalarga bemalol olib qo'ysa bo'ladi. Sababi bu narsalarda metr rol o'ynamaydi. Arasini ochib qo'yaveradi Ulug'bek aka. Bunda ne yo'q. Undan keyingisi high-tech variantda chiqqan. Bahasini aytib keting. Bahasini keladigan bo'lsak, 7 million 200 ming so'm sotilgan. 6 million 800 ming so'mdan stanoq qilib beramiz. Bo'ldi. 6 million 800 ming so'm hurmatli obunachilar, kelaverasiz xudo xolasa. Bu high-techni varianti buni. Bu vaqt zo'r dizayni dumzo'r ishlangan. Buni uzunligi endi ko'p odamga hozir penalni ko'rgan bilan buni metri, puli qiziq bo'ladi. Masalan, qo'yadigan yeri 3 metr bo'lsa, bu 3,5 metr to'g'ri kelmaydi, hurmatli obunachilar. Ona metrni shuning uchun metrma-metr aytib yuribman. Shuni ne qilib qolsin deb. Bu 3,5 metr bo'ladi. High-techni variantimiz. Narxi 5,5 million so'm, hurmatli obunachilar. 5,5 million so'm. Zo'r. Undan keyingi troykamiz buni. Buni ham keng mundayroq kelib tushirsangiz bo'ladi. Bu atirgulli varianti bor, atirgulsiz varianti bor. Buning nomida gulli bor varianti ham bor-da buni. Hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz uni. Bu atirgulsiz varianti narxi 6,5 million so'm, hurmatli obunachilar. 6,5 million so'm. Qarang, bunga ayapalarimiz, posudalarini, bagemalarni qo'yib qo'yadi. Bunda lekin o'rtada televizor qo'yib bo'lmaydi, sababi posuda uchun olinadigan penalimiz bu, troykamiz. Bu penalimiz yana aytganimizda 4 million 800 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Kelib bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. 4 million so'm dastlabkasi ichida 4 bileti bor, xudo xolasa. 4 bileti bor ichida, xudo xolasa. Orqamizdagi atirgulli varianti hozir aytganimiz buni o'zi hali aradan 2 minut o'tib yo'q deyman. Mana atirgulli variantimiz, hurmatli obunachilar, buni 7,5 million so'm sotganmiz. Hozir Berniyofi kanalidan ko'rib keldim deydigan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, 7 million 200 ming so'mdan stanoq qilib beramiz. 7 million 200 ming so'm. Aparib, o'rnatib berish ichida, xudo xolasa. Zo'r, kelaversa. Like bosib qo'ying videomizni. Toza yilda toza ugolik olaman, olmay qolganlar bo'lsa, endi olaman niyatlab turganlar bo'lsa, xudo xolasa toza ugoliklarimiz ham keldi. Varianti 2026 o'tib keldi bularga, ayni o'zi. Model 2026. Keling mana, xudo xolasa ugoliklar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bir chetdan ketaverik. Mana shuni ko'rsatyapsizmi? Mana shu ugoligimiz. Bu uголок 90 gradus, ya'ni bu argi uголокlarga o'xshab bu yerdan qayrilgan emas, bu 90 gradus varianti. Chesterli varianti 4 talik bo'ladi. Zo'r. Uzunligini keladigan bo'lsak 3,20 ga 2,30 bo'ladi, hurmatli obunachilar. Yostiqlar ham bor. Stol alohida, buni e'tiborga olib qo'ying, stol alohida. Narxini keladigan bo'lsak 4 million 600 ming so'mdan. 4 million 600 ming so'm. Dastlabki stanok ichida stoli 1 million 200 ming so'm sotilgan stolimizni 1 million so'mdan optimga qo'yib beraveramiz ana. Yaxshi. Kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ikkidan nesi bor? Ikkidan pufikasi bor, hurmatli obunachilar. Ondan tashqari mana birinchi turgan uгологimiz. Bu spalni bo'ladigan varianti. Ham spalni, ham uголок. Ikki dona pufikasi bilan ana yostiqchalari 7 dona yostiqchasi bo'ladi. Narxi 5 million o'zi. 5 million o'zi. 5 million o'zi. Zo'r. Davom etamiz, hurmatli obunachilar. Like bosib qo'ying shu yerda. Xo'p, undan keyingisi bu Chester uгологimiz bilan. Chester bu 4 talik deb aytiladi bular. Bu MDF varianti. Endi MDFlari bor buni. 4,5 million so'mdan bahasi. Bahasi 4,5 million. Stollarimizni alohida aytib o'tadigan bo'lsak, mana shu stollarimiz bir qator. Ana shu stollar oldin 1 million 400 ming so'm sotilgan bo'lsa, mana 2026-yil bir bayram aksiyasidan 1 million 200 ming so'm bor. 1 million 200 ming so'm bo'ldi. Razmerlari qanday bo'ladi? Buni boshlardan 2,75 bo'ladi. 2,75. 90 ga 2,75. Bundan tashqari mana 2026da yangi dizaynda uголокlarimiz keldi mana. Bular oldin yo'q edi. 2026 toza keldi bular, yangidan keldi. O Teddy deb nomladik. Teddy? Ava, biz o'zimiz at qo'yaveramiz bunda. Teddy. Teddy bu. Prujinli varianti, dim chotga ishlangan. Narxini keladigan razmeri 4,30 ga 2,30 bo'ladi. 3 dona pufikasi bo'ladi. Bunda 3 dona bo'ladimi shundan? Uni ham ko'rsatib o'tdim. Ikkala mutakan polni bilanda. 3 dona pufikasi bilan. Narxini keladigan bo'lsak, 6,5 million so'm satish niyatimiz bor edi, lekin obunachilar uchun 5 million 800 ming so'm ochib beramiz. 800 ming so'm. 5 million 800 ming so'm. Razmeri imkon varianti zo'r. Undan keyingisi mana bu Meduza. Meduza deganmi? Meduza degan buni har xil rangidan bor, hurmatli obunachilar. Yostiqlar ham bor. Xarid qilsangiz bo'ladi.
birdan narxini aytib ketaverayim. Metri Hop. ma'lum 430 ga 230 6,5 million so'mdan hurmatli 6,5 million so'mdan. 6,5 million so'mdan. Ondan keyingisi 2026lar. 2026 toza chiqdi bu, yana toza damozga o'xshab. Hop. Bunisi ham razmeri 230 ga 430 bo'ladi hurmatli obunachilar. 3 dona 430. pufikasi, stol alohida. Aha. Yangi kirganlarga yana aytib o'taylik, stol alohida bo'ladi. Narxi 6 million 300 ming so'mdan. 6 million 300 ming 6 million 300. Bular 4 million 800 ming so'mdan 4 million 790 ga tushirganmiz. Beriyapsiz va. Havo. Bularimiz 3 million 300 dan. Mana kelib ko'rsatsangiz bo'ladi. Yo'q, o'ting bilan. 320. 320 ga 230 bo'ladi. Sadafli varianti. Trish deb aytiladi. Trish deb aytiladi. 3 million 300 ming so'mdan hurmatli obunachilar. 300 ming so'm hurmatli obunachilar. Havo. Ana suriladigan variantlarimiz, ana uголокlarimiz shunda ko'rsatib o'tavering. Tak narxini 5 million 990 ming so'mga tushiramiz. 5 million 5 million 990 990 ming so'mdan mexanizmli variantlarimiz bor. Zo'r. Undan tashqari divan kreslolarimiz buni edi mana. Buni dumzorlar ketdi bu. Dimzorlari Materialni keldi. qarangmi? Voy, bu Dahshatlari keldi Yana вообще. hurmatli obunachilar. Baxmalniy Bemalol varianti. ko'rsangiz Divan kreslolarimiz bu yana bir odam ko'tarib bo'lmaydi buni. Dim og'ir ekan. Ovur a? Og'ir ekan. Oyoqlari ham g'ozdan qo'yilgan. Yaxshi. Oyoqlari ham mustahkam ishlangan. Mhm. Narxini keladigan bo'lsa hurmatli obunachilar 7 million 6 million 800 mingimiz 6,5 million so'mdan. Buni ranglari bor. Ha. 3 xil rangi bor hurmatli obunachilar. Keling, ranglarni ko'ring, qaysi ma'qul kelsa xarid qilaverasiz. 6 dona bileti ichida. Yaxshi. Zo'r ekan hurmatli obunachilar. Miyaki uгологimiz Mana shuni? Aha. 3,5 ga 230 bo'ladi. Uzunligi 3,5, bundan 230 bo'ladi. 2 dona pufikasi bilan narxi 4 million 800 ming so'mdan hurmatli 4 obunachilar. million 800 4 ming million 800 ming so'mdan. Zo'r. Bu stollarimiz alohida. Hurmatli obunachilar, ona e'tiborga olib qo'ying. Indef stol bu. Indef stollarimiz bu alohida bo'ladi. 750 ming so'mdan o'zi, agar o'zini olamasangiz 750 ming so'mdan, bunga qo'shib olamasangiz ham 750 ming so'mdan olaverasiz. Zo'r. Kuxonniy uголокlarimiz Toza varianti bu, Toza barli variantlari, varianti. barli variantlari. Ranglari bor ekanmi? Buni birdan aytib ketaverik. 180 ga 80 MDF stoli bilan 2 Sandiqchalar million varianti. 2 million 700 ming so'mdan 180 ga 80 stoli bilan berib turibmiz. 2 million? 2 million 700 ming so'm. 700 ming so'm. Stol ham bor a? Stolda bor. Stolda bor buni. Stolida bor. Yaxshi. Xo'p, bunda MDFli variantlarimiz bor. Taglari ochiladi. Zo'r, buni ham ko'rsating. Bunday ochiladi varianti mana. Ko'rindimi? Zo'r ko'rindi. Buni 3 dona pufiki bo'ladi. Mana shu stoli bilan, mana shu stoli bilan 3 million 300 ming so'mdan. 3 million 300 ming 3 million 300 ming so'm. Dastlabki ichida. 3 Bularimiz ichida. 3 dona bilet ham ichida. Bularimiz mana stoli bilan 1 million 700 ming so'mdan kuxoniylarimiz qo'yilgan. Kelib bemalol xarid qilsangiz. Variant assortimentim ko'p ekan bu. Kelsa xudo qalasa bo'sh ketmaydi. Bo'sh ketmaydi. Kelaverasiz. Undan tashqari eksklyuziv uгологimiz stoli bilan, ya'ni 3 dona pufiki stoli bilan 3 million 300 ming so'mdan buni ham qilib beramiz. Buni ham 3 million 300 dan qilib beramiz. Stoli bilan hurmatli obunachilar. Keling bemalol xarid qiling. Har xil ranglaridan bor siklatimizda. Yaxshi. Yo'q ranglardan paydo bo'libdi. Bu iPhone bormi dedi? iPhone bor 17. iPhone 5 million 990 ming so'm. 5 million 990 ming so'mdan. 5 million 990 ming so'm aytgan hurmatli obunachilar. Mana shu pufikalari, yostiqlardan bor buni. iPhone'dan iPhone so'rab kelmasin, iPhone'ga o'xshagan uголокda aytdim. iPhone rang hurmatli obunachilar. Undan tashqari nemiz, divan kreslomiz 7 million so'm. Ara kattasi bor 8 million so'mdan kattasi. Shoxonalasa boshqachalar chiqqanmi 2026 da? Buni elasa nima? O'zgarib chiqyapti ana shunday. O'zgarib chiqadi. Oldingilari tekis edi. Oldingi tekis edi, zo'r chiqibdi bu. Undan tashqari uголокlarimiz haqida ozgina ma'lumotga ega bo'ldik. Keling, bu yoqda piroxochka bilan spalnilardan boshqa. Piroxochkalarimiz mana 1, 2, 3, 4, 5. Buni endi assortiment ranglari, o'ng chap, mana chap qo'l, arqa o'ng qo'l masalan. Standart 1 million 200, 1 million 100 deb o'tirmaymiz, 1 million so'mdan. Dastlabkisi ichida. Dastlabkisi ichida 1 million so'mdan aksiya qo'yaveramiz hurmatli. Undan tashqari spalnilarimiz, matrasli varianti, matrassiz varianti, birli, ikkili. Bu MDFdan ishlangan matrasli variantimizni oldin 1 million 600 sotilgan bo'lsa, hozir buni aksiya tushiramiz 1 million 400 ming so'mdan. 1 million 400 ming so'mdan. Har xil assortimentdan bor, ranglarni har xildan bor hurmatli obunachilar. 1 million 400 Bularni necha aytamiz? Bularni 750 ming so'mdan qo'yib beramiz. 750 ming so'm bo'ldi hurmatli. Qarang, bu ko'k sveti, qarang, shu sveti farqi yo'q. Yaxshi. 2 million 300 ming so'm. Ikki odamga. Buni 2 million 700 ming so'm, buni qo'yib beramiz hurmatli obunachilar. 2 million 300, 2 million 700 ming so'm. Kelishamiz. Farqi. Bu laminat materialdan ishlangan, bunisi MDFdan ishlangan. Mana bularni ko'rsangiz bo'ladi. MDF material o'yma varianti bo'ladi. MDF laminat. Zo'r. Bularni bu birli spanilarimiz, bular hammasi asta ochiladigan varianti buni. Havo. Asta ochiladi, ham yopiladigan variantlar. Qalasa 3'uni bir tekis qo'yib qo'ysin, qalasa 2'ni qo'ysin, qalasa 1'ni qo'ysin. Standart 1 million 200 ming so'mdan beraveramiz. 1 million 200 ming so'mdan. 1 million 200 ming so'mdan hurmatli obunachilar.
Bu ham divan ham spalniy bo'ladigan varianti. Aha. Bu ham divan ham spalniy bo'ladi. Hozir bu yoqqa tarsam bunga tegib qoladi, Ha. shuning uchun yig'madim. Kelgan mijozimiz bo'lsa o'zimiz ko'rsatib beramiz. Narxi 3,5 million so'mdan. 3,5 million so'mdan. Ha. Podarka zo'r Bu ketadi. 3 в одном. Divan, spalniy и stolchigi bo'ladi. Domlar uchun dimzo'r. Domlar uchun dimzo'r Podarka bu. ketadi bu ham. Dimzo'r. Bu ikki tur rangidan bor. Chiqqanlar domga, shundan podarkasini 4 million so'mdan aksiyaga qo'yilgan. Undan tashqari mana ham divan ham spalniy bo'ladigan bunday atamanka variantlarimiz bor. 2 million 300 ming so'mdan hurmatli obunachilar aksiyaga qo'yilgan bular ham. Zo'r. Partalarimiz, ya'ni yoqda aytdik-ku, har xil rangidan bor partalarning. Shu bahodanmi bular ham? Bular ham shu bahodan. Stolchigi bilan 1 million 200 ming so'mdan hurmatli obunachilar keling, bemalol xarid qilsangiz 1 bo'ladi. million 200 ming so'mdan stolchik bilan birga. Stolchigi bilan birga. Zo'r. Zo'r ekan bular. Ko'rsangiz bularni hurmatli obunachilar. Yaxshi. Xudo xolasa birli variant ham bor. Bu yerda birli variantini bir ko'rsatib bering-da. Ko'rsatmabman shuni. Mana. Bu birli varianti tumshkasi bilan o'zini o'tiradigan stolchigi bilan keladi. 1 million so'mdan qilib beramiz. 1 million so'm. 1 million so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa. Kelaversa. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Ulug'bek akam bilan birgalikda, ya'ni Berni Ofi kanali bilan birgalikda qo'ldan kelgancha men sizlarga tovarlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Endi qisqacha emas, uzunroq bo'lib ketdi. To'liq ma'lumot berdik. Sababi Zo'r bo'ldi. 2025-yilning oxiri, 2026-ning boshida hali mana xudo xolasa boshlanishi. Toza video. Boshlanishi va baribir video obzorimizda yangi dizaynlar chiqarib, yangi mebellarimizni olib kelib, xudo xolasa bir xalqimizga berish niyatimiz bor. Mana shunday yetkazib berish xudo xolasa niyatimiz bor. Undan tashqari podarkalar damazar paket Padarkalar xudo xolasa mana 2026-yil qaysidir bir oilaga mana bir o'zini bir quvonchli sovg'asi bilan boradi xudo xolasa. 25-yanvar ikkinchi damazimizni egasini aniqlaymiz xudo xolasa. Yaxshi niyat qiling, keling, xudo xolasa savdo qiling. Bu egasi siz bo'lishingiz ham mumkin, hurmatli obunachilar. Keling, savdo xarid qiling. 1 million so'mga bir dona biletda shunday tashang bo'ldi. Bu biletingiz bizdan olib turgan narsangizga, savdongizga hech qanday aloqasi yo'q. Yana bir marta aytaman. Bu biletni birovlar aytishi mumkin, tovarni ustiga qo'shib qo'yibdi pulini deb. Aloqasi yo'q. Kelasiz 1 million so'mga shu tovaringizni xarid qilasiz, bir bilet beraveramiz. 2 million so'm xarid qilasiz, 2 bilet beraveramiz. Keling, shoshiling, xudo xolasa mana ertandan boshlab 9 kun vaqtimiz qoladi. 9-kuni damazimiz o'ynalib, xudo xolasa. Bundan tashqari yana sovg'alarimiz bor. Ularni ham ko'rib o'tasiz video davomida. Agar tushunmaganingiz bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilavering. 24/7 o'zim javob beraveraman, xudo xolasa. Keling, xarid qiling. Ulug'bek aka, sizga ham katta rahmat. Shuncha vaqtingizni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hurmatli obunachilar. Videomizga like bosib qo'ying, обязательно kommentariya yozib keting. Kanalimizga obuna bo'ling. Yaxshi o'tishib.